Qora mayda pashshalar jonilarga teggan bo'lsa, hozirlarga oson yechimini o'rgataman. Yurakchani qizartirib qo'ysanglar bo'ldi. Xona gullarining tuprog'ida paydo bo'ladigan hasharotlarga qarshi eng samarali dorilardan biri bu Grom 2. Grom 2 agrodo'konlarda, gul bozorlarida, gul do'konlarida sotiladi, topish qiyin emas va narxi ham arzon. Bitta shu pochkasi o'rtacha 15 ming so'm turadi. Buni ishlatish ham juda oson. Misol uchun mana shu gulli tuprog'ida qora mayda pashshalar paydo bo'ldi. Bizning asosiy vazifamiz shu tuproqdagi lichinka tuxumlarini o'ldirish. Uchib yurganlari o'zi 2-3 kunda o'ladi. Ularning umri qisqa. Bizning asosiy vazifamiz ko'payishini to'xtatish. Tuproq tepasini 1-2 sm olib turamiz. Mana tuproq tepasini ozgincha olib tashladik. Endi buni ustidan Grom 2 ni ozgincha sepib chiqamiz. Grom 2 mana shunaqa parashok shaklda bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Shuni aylantirib bir maromda sepib chiqamiz. Menga endi chap qo'lda ozgincha qiyinroq, sizlar bir maromda sepinglar. Ja qalin sepmanglar. Dorini solgandan keyin albatta tuprog'ini qayta yopib qo'yinglar. Iloji bo'lsa yangi tuproq ishlatinglar, yangi tuprog'inglar bo'lmasa o'zini tuprog'i bilan qayta yopib qo'yaveringlar. Mana ko'rdinglar, ishlatish juda ham oson. Xudo xolisa 3-4 kunda natijasini ko'rasizlar. Do'stlar, agar qora mayda pashsha hamma xona gullaridan tuprog'ida bo'lsa, noiloj hamma xona gullaringizga qilishinglar kerak. Agar tuproqning tepasini olib turish noqulay yoki qiyin bo'lsa, shuni tuproqning ustidan sepsanglar ham bo'ladi. Buni zarari yo'q. Faqat albatta ozgincha qo'mishinglar kerak. O'zini tuprog'i bilan ozgincha chopiq qo'ringlar, ozgincha qo'milishi shart. Deyarli hamma videolarimiz izohida qora mayda pashsha, shira, oq pashsha, chimollar haqida juda ko'p savollar berishadi. Do'stlar, sizlarga maslahatim hozirroq Telegram kanalimizga kiringlar. Telegram kanalimizda mana shu dorilarning hammasini qanaqa qilib tayinlash, qanaqa qilib ishlatish, qaysi biri qaysi hasharotlarga qarshi ishlaydi, hammasini yozib boramiz. Hozirroq Telegram kanalimizga kiringlar va bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'linglar.